Debet hisobimizdan pul chiqarish. Demak, pul chiqarish tugmasini bosamiz va debet knopkasini belgilaymiz. Demak, bot ko'rsatilgan manzil bo'yicha ariza yaratishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun debetga kiramiz. Pul chiqarish bo'limiga o'tamiz va u yoqda наличный joyiga bosamiz. Demak, Talimarjon nishon tumani bo'ldi. Ana endi botga o'tamizda ID ni belgilaymiz va pul tushirmoqchi bo'lgan kartamizni belgilaymiz. Ana endi maxsus to'rttalik kodni olishimiz kerak bo'ladi. Demak, to'rttalik kodni olib botga yuboramiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Demak, 5 daqiqada pul kartamizga kelib tushadi.